Assalomu alaykum qarindoshlar. Python'dan asos 23 qism darsi xush kelibsiz. Bu qismda biz yangi mazmun o'rganamiz, ya'ni loop o'rganamiz. Aylanma degan gap. Loop. Masalan, Python'da birdan tortib 5 kishi besib desin deymiz. Besib chiqarib desin. Print 1 sen bir birdan basamiz shunaqa. 1 2 3 4 5 degandek. Birdan tortib 100 gacha besib desiz-chu. Mana 100 qitim basamdiq. 1000 gacha besib desiz 1000 qitim basamdiq. Bu yerda dal yangi bir uqumdan foydalanib biz yangi bir Python'ninki funksiyasidan foydalanib bu ham funksiya emas. Buni ham loop deydi. Loop degan aylanma degan gap. Aylanni birdan besib chiqara olamiz. Masalan, birdan tortib 100 gacha. Bu loopninki qanday? For loop. For deymiz. Mana shunday yozilishi. Bu yerga bir son, masalan birdan tortib bir son dey. Ismni xohlagancha qo'ysak bo'ldi. Hozir men number dedim yoki uyg'urcha son desam bo'ldi. Ma'lum bir doira ichidagi n degan gap ichida degan gap endi inglizchada. Ichidagi biz doirani qanasini degan gapda range degan gap shunaqa. Range birdan tortib 100 gacha. Mushning ichidagini hozir sonni print qilsak, mana birdan tortib 100 ga chiqib turdi. Agar birdan tortib 10 ga desak, mana birdan tortib 10, ma 10 tarafdagini o'z ichiga olmaydi. 10 ga besish uchun qanaqa qilamiz? 11 deymiz. Mana. Hamda bayam qisqa kelaylik. Birdan tortib 100 gacha. Buni men 50 dan tortib 100 gacha desam-chi. Qanaqa qilaman? 50 dan tortib 100 gacha desam, biz nima degan? Shart degan-ku. Agar mush son 50 dan cho'ng bo'lsa, 50 dan tortib degandiki 50 ni o'z ichiga oladi, shunaqa. Cho'ng bo'lsa, anandan keyin buni besib chiqaramiz. Hamda qanday oldi? Mana 50 dan tortib 100 gacha. Tushuninglarmi? Bu loop bu. Hamda masalan yana boshqa misol olsam, bir list bor deylik. Masalan, o'quvchilarningki natijasi student marks 45, 78, 35, 89, 100, 26, 56, 99, 83. Mush natijalar bo'lsin. Endi buni masalan Python'dan qataylik. 35.7, 89.2, 45'te 9, anadaki yana bir 59.9 qo'yib qo'ysan. Bu o'quvchilarning markasi. Endi bizga bir qancha talab tushdi. Masalan, birinchisi nima deganda? O'tgan o'quvchilarning natijasini chiqarib ber deydi. O'tgan o'quvchilarning natijasini. O'tashning o'lchami qancha? 60 deb olsak, 60 dan yuqorinikini ham chiqaramiz. Uni qanday chiqaramiz? Uni masalan ismini natija desam, mark 4 keldi shunaqa. Ism. Nimaning ichida bu ism? Cho'qim student. Ya'ni nimaning doirasida demoqchi o'g'lim. Marksning doirasi oldu. Student marksning. Endi bu mark degan nima deganda, har bir elementni bir mark deb ism qo'ydim. Bir elementning ismi, chunki men list o'g'ach. Shuning ichida. Hamda biz faqat 60 dan yuqoridan bosmoqchi. Mark cho'ng yakdan qancha? 60. Andın
Mark'ni bassaq. Mana 78 emmiş. 60'ın yuqarı chiqarib berdi. Endi men pok son, butun son. Masalan, mana bu float, mana butun son. Faqat butun sonlarni chiqarib berdi-chu. Butun sonlar. Int'lam demakchi. Vaqt qanday qilamiz? Yana o'xshashmish. Natija bir mark deb ism qo'ydim. Mana nima deb ism qo'ysam bo'lardi, masalan, Urumchi degandek. In ism munosabatsiz. Lekin men cho'qim student marks deymiz. Ma'larning ichidagi demakchi. Student marks. Butun sonlarmi? Agar type degan tiqo. Mush Urumchi type qanday bo'lsa int butun son bo'lsa, andin shuni butun son bo'lgan hamini besib chiqarib bermoqchi. Mana butun sonlarni besib chiqarib berdi. Agar men kesir sonlarni besib chiqarib bermoqchi bo'lsam, mana bu nima bo'ldi? Float bo'ldi. Mana kesir sonlarni chiqarib berdi. Loop degan shu. Har birisini qanday birdan besib chiqargan o'g'liga. Ham shu for loop orqali besib chiqarib beramiz. Degan gap. Andan keyin yana birga men sizlarga bir hozir vaziyat beray. Hozir ishlanglar, ekranni to'xtatib qo'yib. Barliq birdan tortib 100dagi barliq jupsonni besib chiqarib beringlar. Birdan tortib 100dagi barliq jupsonni besib chiqarib beringlar. Ekranni to'xtatib besib beringlar. Vaqt to'shdi. Maze baqaya. Sizlarning yozgan bilan o'xshashmi? Son shunaqmi? Son qolgancha bir ism qo'y. Son range nechin tortmanchiga dedik. Birdan tortib 100 gacha, 100 bo'lgandan keyin 101. O'ng tarafdan o'tishgan mayda 100 gacha bo'lgandan keyin 101 ni oldik. Barliq jupson. Jupson degan nima degani bir logika o'ylaymiz. Masalan, shu son 2 ga butun bo'lansa jupson bo'ldi. Butun bo'lanimiz 90 bo'ldi. Logikam shu. Agar mush son 2 ga butun bo'lansa qoldiq qolmasa degani qanday qildik? Qoldiq mavutda shunami? 2 ga bo'lansa qoldiq qolmasa degan gap qoldiq 0 bo'lsa demakchi. Mushunda bo'lsa anoda ekan bu jupson bo'ldi. Endi nomerini besib chiqib bersak ham bo'ldi. Mana 2 4 6 8 100 gacha. Endi 90 ni yo'q. 90 ni qanday qilamiz? 0 qoldiq qolsa demakchi. Qoldiq qolsa degan gap nima? 0 ga teng bo'lmasa. Undash belgisi teng emas-ku. Mana 90 ni. Endi 50 dan yuqori 90 desakchi, 50 dan yuqori. 90 qanday qilamiz? Yegan bir shart qo'yamiz. Ma bir shart shundaqmi? Yana bir shart nima? Ikki shart cho'qim teng kuchga bo'lish kerak. Ham 90 bo'lish kerak, ham 50 dan yuqori bo'lish kerak. Shunga n degan ishlatamiz. Alqiliq so'zni. Cho'ng 50. 50 degan jupson. Mana 51 dan boshlaydi, hamma 90 chiqib turdi. Agar men or desamchi, menga or desam nima bo'ldi? Birdan tortib chiqarib berdi. Chunki or degan ya ma'ni. Bir true bo'lsa, biz oldingi darslarda, burungi darslarda so'zlaganman. Qaytib ko'rsangiz bo'ldi. Or bo'lsa, o'ng yo so'l tarafdagi bir to'g'ri bo'lsa, shuni kuchga ega bo'ldi. Shunga mana cho'qim ikkilis kuchga ega bo'lish uchun n ni olamiz. Bu loop. Bundan foydalanib back chiqishini qilib bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha, buni qayta mashq qilinglar.